Başka bir gap topgan bir podpisçiklar, hurmatli obunachilar, postoyanно har safar shu gapni aytasizda, misol uchun. Hurmatli obunachilar, bu yana bir chiroyli bo'lib chiqqan oshxona mebelimizni Yangilik shahriga olib ketib berdik. Ko'rsangizlar bo'ladi. Urganch ko'chasini o'rnatib berdik. Pastlarni limon svet, podsvetchalar qo'yib berganmiz. Ko'rsangizlar bo'ladi. Kuxnyamiz mokriy matviy ranglarda ishlandi. Stollar oq, rossiyskiy, bular ham matviy stollardan bo'ldi. Qalin 4 santilik. Bu da ko'p funksiyali mo'ljallar qo'yib berganmiz. Podsvetchalar qo'yib berganmiz bu yerda. Shu yoqdan sensorli tulchatorlar bilan. Ko'p funksiyali mo'lkada o'zining taxtachasidan bo'ladi. Kuxnyamiz bezruchka variantda ishlandi. Ko'pchilik obunachilarimiz so'raydi, bezruchka variantdan ichki bo'ladi deb. Bezruchka variantda o'zi aslında ikki xil yechim bor. Masalan, push variant bor, lekin biz push variantni maslahat bermaymiz, chunki boshqa vaqtimizda shu yerda dog' qoladi. Har safar shirqildab buzilish ehtimoli mexanizm bo'lgani uchun buzilish ehtimoli katta bo'ladi. Bize maslahat berata olamiz. Pastga umuman maslahat bermaymiz pushni, chunki siz yonidan kelib ishlagan vaqtingizda oyog'ingiz deyib ketadi, постоянно. Ochilib ketib asaringiz buziladi. Bize gola profil qo'yamiz bu yerlarni. Shu damir profil bo'ladi. Eshikni ochish uchun sizlarga joy ajratib beradi. Natib ochib beradi eshiklarni. Tortmalardan shunday. Burada mardamda kaşıkadollar var. Bonusuna pastdagi tortmalardan tengda chiqib bo'ladi. Bizlar tortmalar tandem mexanizm bo'ladi. 50-60 yilgacha bemalol yuklaringizni qo'yib ko'rasizlar. Humat firmasini tandem mexanizmlari. Balanddagi eshiklar ham tegi pastga tushirilgan bo'ladi. Shu tengdan tutib ochiladi. Dapatolog bo'ldi kuxnyamiz. Uyning vidini ochib turibdi. Mana shunday chiroyli shinam oshxona mebellari kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Chiroyli narxlarda ishlab beramiz.